So'nggi yillarda suv xo'jaligi obyektlarini davlat xususiy sheriklik asosida boshqarish tizimi joriy etilib, aynan sohada katta o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, Namangan viloyatida jami 9.1 milliard so'mlik 44 ta davlat xususiy sheriklik loyihasi doirasida 75 ta nasos stansiyasi xususiy sektor boshqaruviga berildi. Dastlabki bir bosqichda investorlar tomonidan 46.2 milliard so'm miqdorida to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kiritildi. Mazkur mablag'lar hisobiga tizimda 50 ta nasos stansiyasi va 42 ta elektrodvigatel yangilandi, 45 ta onlayn monitoring qurilmasi o'rnatildi. Shuningdek, umumiy quvvati 1278 kilovat bo'lgan quyosh panellari joriy qilinib, 47 ta nasos stansiyasi to'liq ta'mirlandi. Bu ishlar natijasida 2022-2025 yillarda 39.2 million kilovat soat elektr energiyasi tejaldi. Amaldagi tarif hisobiga bu 26.1 milliard so'm iqtisod qilinganini anglatadi. Chortoq tumanidagi Ayqiron 1 nasos stansiyasi bu borada eng yaxshi namuna bo'la oladi. 800 gektardan ziyod yer maydoniga xizmat ko'rsatuvchi mazkur obyektda avval eski agregatlar sababli samaradorlik past bo'lib, yiliga qariyb 6 million kilovat soat elektr energiyasi sarflanar edi. Davlat xususiy sheriklik asosida tadbirkor tomonidan bu yerga energiya tejamkor agregatlar, zamonaviy uskunalar va 60 kilovatli quyosh panellari o'rnatildi. Yangilangan tizim natijasida elektr energiyasi sarfi qariyb 40% ga qisqardi. Bu esa sug'orish imkoniyatlarini kengaytirib, hosildorlikning oshishiga xizmat qilmoqda. Birinchidan, elektrodvigatelimiz 1250 o'rniga 1000 kilovat, ikkinchi suv chiqarish qobiliyati. Nasosdan chiqayotgan suyimizni 20% ko'payish hisobiga va bu yerda berilgan bog'langan gektarli suv ta'minotini taqsimlash. Mana 25-yilda suv biz aytgan maqsadlarga yetdi. 70 kilovatli quyosh panellarimiz o'rtacha 1 soatda 70 kilovat emas, o'rtacha yozgi kunlarda 65 kilovat oladi va buni o'zimiz ishlatib qolganini ortig'ini sotuvga qo'ydik. Chortoqda boshlangan mazkur tajriba bugun boshqa hududlarda ham keng ommalashmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida energiya tejamkor nasoslar hamda quyosh energetikasiga asoslangan tizimlar joriy etilmoqda. Xorazm viloyatida bugungi kunda davlat xususiy sheriklik asosida 24 ta loyiha doirasida 32 ta nasos stansiyasi xususiy sektor boshqaruviga berildi. Jumladan, Bog'ot tumanida Bog'ot agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 370.9 million so'm investitsiya hisobiga 4 ta nasos stansiyasi modernizatsiya qilindi. Buning natijasida 2022-2025 yillarda 70 ming kilovat elektr energiyasi tejaldi. Yerda 1761 gektar suv ichadi. 12 million 676 ming tonna suv yetishtirib berishimiz kerak. Texnikalar eskirganda hozir yangisiga zamonaviga o'zgartirdik hammasini. Hozirgi kunda yaxshi natijasini berib turibdi. Ham suvni tejash yaxshi bo'lib turibdi. O'z vaqtida suv yetib boradi. Eng yaxshi tomoni shu, vaqtida o'zimizning qo'limizda. Bu tizim svet umuman bo'lmasa ham quyoshda elektr energiyani ishlab chiqarib, nasoslarimizni tok bilan ta'minlab suv chiqarishga erishganlar. Hozirgi kunda 109 gektar yerim bo'lsa, hammasi 100% elektr nasoslarimiz quyosh fotoelektr stansiyasidan suv ichadi. Energiya tejamkor nasos bilan qo'yganmiz. Eng katta nasosimiz 300 lik suv chiqaradi, 18 kilovat tok oladi. Orolbo'yi hududida esa suv har tomchisi qadrli hisoblanadi. Shu sababli Qoraqalpog'iston Respublikasida quyosh energiyasida ishlovchi nasoslar fermerlar uchun eng samarali yechimga aylanmoqda. Hozirga qadar 21.1 milliard so'mlik 46 ta davlat xususiy sheriklik loyihasi amalga oshirilib, 46 ta nasos stansiyasi xususiy sheriklar boshqaruviga berildi. Loyihalar doirasida 9 ta nasos agregati va 8 ta elektrodvigatel energiya tejamkor qurilmalarga almashtirildi. Transformator va konditsioner qurilmalari yangilandi. Natijada 2022-2025 yillarda 6 million kilovat soat elektr energiyasi iqtisod qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, avvallari elektr ta'minotidagi uzilishlar va kuchlanish pastligi sababli fermerlar sug'orish mavsumida jiddiy muammolarga duch kelar edi. Eski nasoslar tez-tez ishdan chiqib, ortiqcha xarajatlarga sabab bo'lardi. Yangi energiya tejamkor nasoslar esa bu muammolarni bartaraf etib, eng muhimi quyosh panellari orqali ishlaydigan tizimlar fermerlarga elektr uchun xarajatlar qilmasdan suv chiqarish imkonini bermoqda. Ayrim holatlarda ortiqcha elektr energiyasini davlatga sotish orqali qo'shimcha daromad ham olinmoqda. O'zimizga tegishli bo'lgan 27 gektar yerimizni quyosh paneldan foyda qilgan elektr energiyamiz asosida tejamkorlik nasoslarini qurganmiz. Shundan foydalanib kelmoqdamiz. 2024-yildan buyon ish faoliyatini yurittirdi. Kredit miqdorini ham yopyapti hamda davlatimizga o'zimizdan tashqari kerakli bo'lmagan elektr energiyamizni davlatimizga sotmoqdamiz. Buning orqasidan mana dalarimizga bug'doy ekinchiligini ekib qo'yibmiz. Shularni sug'orishga elektr energiyamiz batafsil to'lig'i bilan yetkazib beryapti. Yiliga 70-80 sentnerdan bug'doylayapmiz. O'tgan yil 72 sentnerdan oldik. Bu yil xudo xolasa 80 sentnerdan bug'doy hosilimizni olishga erishamiz degan
niyat qilib o'tiribmiz. Shumanay tumanidagi Oqterak nasos stansiyasi misolida buning samarasi yaqqol ko'rindi. Eski agregatlarga o'rtacha 90 kWh elektr sarflangan bo'lsa, yangi tizimlarda bu ko'rsatkich 52.8 kWh tushdi. Ya'ni elektr energiyasi tejamkorligi 58% ni tashkil qildi. Shu bilan birga suv chiqarish quvvati saqlanib qolib, soatiga o'rtacha 1980 kub metr suv yetkazib berilmoqda. Quyosh panelining nasos stansiyasini o'rnatuv tajribesini bizlarda sinab ko'rib atırmız. Natijasi yaxshi. Toqlarını satıb atırmız. Nasoslarımız yaxshi bepul жүріп turibdi. Nasos saatına 30 kW sarflaydı. Bu 150 kW çıqarады. 120 kW payda saatına nasosdu. Qozğanımız taqdir dedi. 120 kW memleketke satıp turmuz. Ayına daramat 16-17 milyon kreditin beymelel jauып turibdi öz-özün. 130 gektar жерге ғалле ектік. Daramatı 200 milyondan ziyad aslam daramat aldık. Жақсы болды, züratimiz mol болды. Енді биыл және тәжірибе есабында даждевальнияны құрып, онdan da жақсы мол зұрат аламыз деген үміттеміз. Мемлекет насозларында да бірқатар жұмыстар әмелге асырылып, бұнда өзімізде істеп шығарылуы мәхәллелестірілген насоз агрегатлары сатып алынып, бұл насоз агрегатлар бұрынғы ескірген SM500 маркалы насозлардың орнына алмастыру жұмыстары әмелге асырылды. Бұл жұмыстар нәтижесінде жылдық электр энергияның бүгінгі күнде 58%-ке шығым экономдауына ерсілу күтілмекте. Бұндан тысқары 713 субъект, яғни фермер қожалықтары тарапынан 853-те 25 мың киловаттлық quyosh panellari o'rnatildi. Bugungi kunda respublika bo'ylab 284 ta nasos agregati to'liq o'rnatildi. Klaster va fermer xo'jaliklarida 977 ta nasos energiya tejamkor turlarga almashtirildi. Faqat 2025-yilning o'zida 713 ta xo'jalikdagi 853 ta nasos agregatiga umumiy quvvati 25.8 ming kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Mutaxassislar fikricha, Chortoq tajribasining keng ommalashishi qishloq xo'jaligida yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Suv tejovchi texnologiyalarni muqobil energiya manbalari bilan uyg'unlashtirish nafaqat elektr energiyasini tejash, balki fermerlarning xarajatlarini kamaytirish, ekologik bir barqarorlikni ta'minlash va qishloq xo'jaligining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun Chortoqda boshlangan zamonaviy model mamlakat qishloq xo'jaligining yangi taraqqiyot modeliga aylanib bormoqda. Bu esa kelajakda suv va energiya resurslaridan yanada samarali foydalanish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.